Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Bugungi makiyaj darsimizni boshlab olamiz. Men har doim qosh bilan ko'z orasini ajratib olish uchun konsilerda bo'yab olaman. Ko'rib turganingizdek qoshga forma berib, konsilerda bo'yab oldim. Konsilerni yaxshilab bo'yab quritib olganimizdan so'ng endi bo'yashni boshlaymiz. Men o'tgan videoda aytib o'tganimdek, birinchi va ikkinchi, uchinchi ranglar bo'ladi. Birinchi rangimiz och korичневый rangda birinchi bo'lib raschyovka qilib bo'yab olganimizdan so'ng, ikkinchi temliroq korичневый rangga o'tdim. Ikkinchi temliroq korичневый rangda bo'yab yaxshilab raschyovka qilib chiqamiz. Ikkinchi rangimizni unaqa ko'p yoyvormagan holda bo'yab uchburchak shaklda ko'zni yarmigacha bo'yab chiqamiz. Ahamiyat berganingizdek, ko'zlarimiz yana ham chuqurroq bo'yash uchun, выразительный effekt berish uchun kistimizni almashtiramiz. Menda Bochonok formali kist. Bu yana ham ko'zni detalni ishlashga, ko'zni qovoqlarini ajratib berishga zo'r yordam beradi. Mana shu kistimiz bilan uchinchi rangni berib yaxshilab raschyovka qilib bo'lganimizdan so'ng men ten yordamida podvodka effektini beradigan texnikadan foydalanib ko'zni podvodka chizmasdan podvodka liniya chizgandek ko'rinadigan effektda bo'yab chiqdim. Tonalnilarni har doim yuz turiga qarab tanlab olamiz. Men ham bu klientimizni yuz turlarini aniqlab olgan holda tonalnilarni surib oldim. Tonalnini har doim ishlatganda bitta plotniy va bitta lёгкий osnovadagi tonalnilarni aralashtirib sursanglar juda ham zo'r pokritие bo'ladi. Tonalni sxem aralashtirish sxemasini ko'proq yuzi yaxshi bo'lgan yuz turlariga foydalansa ma'qul keladi. Yuzlari quruq, marshinkalari bor, ya'ni ajinlari bor yuzlarga faqat lёгкий osnovadagi yupqa bo'lgan tonalnilardan foydalanish kerak. Tonalnimizni surib bo'lganimizdan so'ng men yuz korreksiyasiga o'tdim. Bronzerdan foydalanib, yuz shakliga qarab yuzga forma berib chiqdim. Bronzerlar har doim tabiiy effekt bo'ladi. Undan keyin rumiyanani har doim o'zini zonasiga surish kerak. Bronzerdan ozgina tepa holda suriladi. Shunda yuzga lifting effekt beradi. Makiyajimizni men yaxshi ko'radigan jarayonim bu highlighter. Highlighterda ham o'zini zonasiga surib olamiz. Rumiyanadan ozgina tepaga suriladi. Shunda tabiiy va chiroyli ko'rinadi. Va qoshlarimizni tenda bo'yab olamiz. Hozir unaqa gellarda bo'yash unaqa modada emas. To'q bo'lib ketadi chunki hozir tabiiylik modada. Shuning uchun tenda ozgina qoshi yo'q joylarni to'ldirib, tenda to'ldirib chiqamiz.
Makiyajimizni yakunlashimizdan oldin ko'z tegini esdan chiqazmaymiz. Ikkinchi rangimizni ko'z tagiga berib olib va qarandashda ustini yurg'iztirib chiqamiz. Shunda ko'z tagi stoyki bo'lib turadi. Unaqa yoyilib ketmaydi surgan tenlarimiz. Lablarini ham konturda bo'yab, makiyajga mos bo'lgan rangli pomadada bo'yab oldim. Makiyaj yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar.